Assalomu alaykum. Hozir biz Oqsaroy qarshisida turibmiz. O'sha Oqsaroy yuzidagi bo'yoqlar va belgilarning qayta takrorlanmasligi haqida aytib o'tamiz. Mana bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda umuman bir boshqacha belgini ko'rishimiz mumkin. Go'yoki o'sha kitob orqasidagi QR kodga o'xshab ketadi. Bu yerda o'sha ko'k rang va qora dog'larni ko'rishimiz mumkin. Alohida belgilar va xonalarga ajratilgan. Hozirgacha tarixdan noma'lum nima uchun Oqsaroyga bu belgilar qo'yilgan. Uning qarama-qarshi tarafida bu qismda ko'rishimiz mumkin. Mana bu qismda ko'rishimiz mumkin. O'sha qarama-qarshi tarafda bu yerda o'sha to'rtburchak ichida doira, doirani ichida 8 xirali yulduz, yulduz ichida qizil rang, qizil ichida o'sha oq rangni ko'rib turishimiz mumkin. Bu saroydagi bir-birini qayta takrorlanmas naqsh va bezaklari va bu yerlarda ham tarix bor. Bu belgilar o'z-o'zidan qo'yilgani yo'q.